Tak, shlankamiz uzilib ketgan, buni yamab qo'yishgan. Tamam, ham yamoq. Nimaga kollektor olish ozgina qiynaydi. Qayerlarda do'stomlikka qilingan. Simlar ag'dar-to'ntar. Через zamok quyib qo'ygan, uning uchun akkumulyator yetishgan holatda. Keyin to'g'rilandi. Miyamiz bitta joyda yotdi. Injektor shlankasi juda ham baland darajada qizib ishlaydigan motor ichida o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham buni хотя бы 1 yildan zamana qilib turish kerak. Bo'lmasa mashinangiz bitta silindr yo'qqa o'xshab pat qoladi. Bittasi sinib ketadigan bo'lsa, yoki chiqib ketadigan bo'lsa. Qanaqa shlanka qo'yadigan bo'lsangiz ham mana shu qotib qoladi. Mashina amallab yirtmasdan olib, qaytadan tiqsangiz ishlab beradi. Atakman yirtilib ketsa, nargisiga tiqolmaysiz. Bu yoq taraf o'sha ingichka ochishingiz, tiqishingiz bilan ochilib ketaveradi. Qotib qolib bo'lganda o'sha mana bukilishi ham qiyin. Simlarga ham kelishlari kerak. Отдельный своих установка qilib yuboramiz. Captiva 3 litrliga uстановка qilib bo'lganingizdan keyin mashinani zavod qilsangiz, mashina birinchi zavod bu gaz qo'yib bo'lindi. Kelishingizda yaxshi edi. Undan keyin patillab o'chib qoladigan bo'lsa, mashinasini tiqmagan bo'lasiz. Ehtiyot bo'lish kerak. Hech qanaqa pastki joyi yo'q, просто qo'rqinchli bo'ladi. Bitta uстановка qilib bo'lganingizdan keyin mashina traktorga o'xshab qoladi. Mashina joyiga tiqsangiz bo'ldi, shu muammo hal. Даже вообще sıkılmadı. Ha? Asfalttan. Ajmamını ham sıkıp qo'ygan. Qanaqa gaz o'tadi bundan belli. Qo'yishganida hammasini mana shu tutishgan. 1, 2, 3-sini. Shu hisobiga ana u baland siqilib qo'ygan. Mana bu chaqlanmagan. Mana to'sa Astonboy tegmagan holatda qoladi. Shuni saqlash kerak. Hammasiga mol purkab qo'ymasangiz, mana shunday havo so'rib qoladi. Kishi ham yaqindan sepadi, mana bunga o'xshab 45 metr bu yoqdan sepmaydi. Va asosiysi mana bu tegmay qoladi. Qo'layotgan benziningiz qanchalik yaxshi bo'lmasa, klapani ustini nagariga tasavvur qiladigan darajada emas. Undan keyin qimlatib turish kerak, mana bosmaydi. Buni ham siqmayib turish. Mana ozgina siqqan lekin yetadi, bemalol gaz o'tadi ichiga. Bu ham shoh bor. Yo'qdan o'sha polni kattaroq qo'ysangiz ham sig'adi.